Braziliyalik futbol yulduzi Neymar Al-Hiloldan ketib, o'z vataniga qaytgandan so'ng u yerda turli xil teledasturlar hamda podkastlarda ishtirok etyapti. Ana shunday podkastlardan birida Neymar Barselonaga o'tishdan oldin Real Madrid unga bo'sh qog'oz berib, istaklaringni yoz, biz uni bajo keltiramiz, ya'ni xohlagan shartlaringda Realga o'tishingga rozimiz degan ekan. Real Madrid shartnoma uchun bo'sh qog'oz berdi. Ular menga xohlagan narsamni yozib olishimni aytishdi, lekin qalbim bunga teskari edi. U Barsani xohlardi. Realda men 3 baravar ko'proq pul topgan bo'lardim. Florentino Perez meni juda ham yoqtirardi. Lekin Ronaldinho Barsada o'ynagan va o'zim Messi bilan o'ynashni xohlardim va shu bilan Barsaga o'tishga qaror qildim. Shuningdek, Neymar Barselonaga o'tganidan so'ng Messi bilan bo'lgan qiziq voqeani ham gapirib berdi, ya'ni u Leoga jarima zarbalari tepishni o'rgatgan ekan. Men Messiga jarima zarbalarini tepishga yordam berdim. Bir kuni mashg'ulotda u mendan qanday qilib jarima zarbalarini bunday ijro etasan deb so'radi. Men esa sen aqldan ozganmisan? Sen Messisan-ku. Agar men qila olsam, demak sen ham qila olasan, dedim. Keyin men unga jarima zarbalarini tepishni o'rgatdim va Messi gol ura boshladi. Xo'sh do'stlar, Neymar o'shanda Realga emas, Barsaga o'tib to'g'ri qilganmi va agar Realga o'tganda uning o'yini tusharmidi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.